Tiq kalleni. Hay maşallah. Ha, o'sha o'rtada turur. 1 minut bo'lganda kalleni tiqib turasan. 1 minut. Bu degan rakim tur degani. Tavba. Yo'q, rakim turish o boshqa. Kalleni tiqib tur kirmonasi, kirmoshnachiga. Usta keladi hozir. Men ustaga telefon qilaman. Bir qizni Buxoroda kirmoshna tuzalib, buzilib qopti. Qisilib qopti, o'sha yerga kelib chiqarib ketinglar. Ustaga telefon qilaman. Sen kirmoshnadan chiqma o'sha odam. 1 minut chiqma. Mishiqni ham olib kirib ket, zerikmay o'tirasizlar. Olib kirib ket. Anani bosib ketgin keyin, bo'ptimi? Davay. Ha. O'zim chaqiraman. Akalar, mazax qilgan ma'qul deyman. Qara ketdi bu? Ve enayni Sanosh ikkinchi telefonimdan ko'rib turibman bilan. Ha, shundoq tur. Sanosh ustani qiziqtir, ustani qiziqtir. Sen unda chiroyliroq tur. Usta kirkilish bilan skidga qilib beraman, singlim chiroyli ayol ekansiz deydi, sen turishingga qarab. U nima u? Tuyaga o'xshab turibdi. Sen belingni cho'ktirib pastga. Oh, balla. Amdi ham yo bosib ketibdi-yu. Amdi ham yo bostirib yuboribsan, shashlik yurib. Belim kichikroq, jinnimisan? Beling demayapman, amin deyapman. Ana dimbendan bir xil qizlar to'qiysa, am bundoq tepaga chiqadi. Sen amdi ham yo bostirib yuboribsan-ku. Bila. Menda yo'q, o'zim ozg'inman-ku, jinnimisan? Kut qismini aytyapman. Kut qismini. Kutka hammaga yo'q bo'ladi, kutka. 3 ta gul. Asha tegimini somsagacha yo bostirib yuboribsan. Sen somsani, o Zafar aka tirik ekanmi? Zafar aka, nechta somsaga urib keldingiz? 3 ta gul, 3 ta gul. 3 ta gul. 3 ta gul. 3 ta gul. Gul. Shkonam qolsa ketamiz, aytib qo'yay. 3 ta gul. Yana 2 ta. Foydasi yo'q, faqat yutaveradi. Jonga